Islom sivilizatsiyasi markazi bugun butun dunyo ommaviy axborot vositalari e'tibori markazida desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Xuddi shunday, Vengriyaning Hello Magyar saytida, Malayziyaning Bernama agentligida va Latviyadagi O'zbekiston elchixonasi veb-saytlarida strategik ahamiyatga ega muhim tashabbus sifatida yoritildi. Aynan majmuaning ochilish kunida nufuzli xalqaro nashri Forbes tahliliy maqola e'lon qildi. Unda O'zbekiston loyihasini qarang, mana Yevroosiyodagi yangi markaz deb ataldi hamda uning madaniy, diplomatik va geostrategik ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tdi. Navbatdagi lavhada bu haqda ma'lumotlar keltirilgan, birgalikda tomosha qilamiz. We will travel to the homeland of the great scholar. Uzbekistan. Tarix, madaniyat va islom sivilizatsiyasini o'rganish hamda ommalashtirish sohasida dunyodagi eng yirik majmualardan biriga aylangan yangi kompleks bugun sayyoramizning nufuzli va obro'li gazeta nashrlari, top axborot platformalarida bosh mavzu. Nafaqat biznes yangiliklari, balki iqtisodiy tendensiyalar, korporativ strategiyalar, investitsiyaviy imkoniyatlar xususida chuqur tahliliy materiallar taqdim etib boradigan dunyoning 80 dan ortiq mamlakatida litsenziyaga ega Forbes jurnalini olasizmi, yoxud kontentlarni yer shari aholisining 3 dan 1 qismi kuzatib boradigan CNN, BBC kabi media gigantlarga tegishli rasmiy veb-saytlar hayotga tatbiq etilayotgan muvaffaqiyatli mega loyihalarimiz haqida yozmoqda. Forbes maqolasida asl insoniy fazilatlarni asrab avaylash, ilm ma'rifatni taraqqiy ettirishga katta e'tibor qaratayotgan O'zbekiston C5+1 formatidagi muloqotlarda o'ziga xos loyihalar tashabbuskori ekani, Yevrosiyo bo'ylab ilmiy madaniy an'analar shakllanishida ham muhim o'rin tutishi aytilsa, CNN saytida O'zbekiston Markaziy Osiyoning asrlar davomida shakllangan ilmiy merosini butun dunyoga taqdim etayotgani urg'ulanadi. Amerikaning CNN telekanali Islom sivilizatsiyasi markazi loyihasini eng ko'p yoritgan media gigantlardan deyish mumkin. Every era has left its mark. The legacy of Islamic civilization continues to reveal its secrets, the strength and promise of Uzbekistan today and tomorrow. Ekspozitsiyalarni tayyorlashda Fransiyaning Wilmot and Associates, Italiyaning Magister Art kabi kompaniyalar bilan birga yuzlab mahalliy va xorijiy olimlar ham ishtirok etganini ta'kidlash o'rinli. Loyiha hamkorlaridan biri Portugaliya kompaniyasi tomonidan Amarim Cork Solutions saytida o'zbek xalqining 3000 yillik tarixi, yangi O'zbekiston imkoniyatlarining yorqin ko'zgusi sifatida global media olamida katta rezonansga sabab bo'lgan yangi kompleksga oid qiziqarli faktlar ham keltirilgan. Ushbu markaz 440 mingdan ziyod auditoriyani qamrab olgan Euronews telekanalining ham doimiy fokusida. Islom uyg'onish davrining oltin asri hamda yangi O'zbekiston o'rtasida jonli ko'prik sifatida bo'y cho'zgan majmuada 2000 dan ortiq noyob tarixiy ashyolar, xususan UNESCOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan milodiy 7-asrga oid qadimiy Qur'on qo'lyozmalaridan biri saqlanadi, deydi Euronewsdagi hamkasbimiz o'z reportajida. Positioned along the ancient Silk Road, Uzbekistan has long been a cradle of scholarship. Тысячелетиями Узбекистан служил плавильным котлом мировых kultur. Efirlarini asosan mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari aholisi tomosha qiladigan Mir 24 telekanali esa yurtimiz hayotidagi tarixiy voqelik haqida salkam yarim soatlik film tayyorladi. Yangi markazda joriy etilayotgan zamonaviy texnologiyalar, ilg'or innovatsion yondashuvlarga ham keng o'rin berilib, jahon olimlarining bu boradagi fikr-mulohazalari ham keltirib o'tilgan. Center of Islamic Civilization. Bir de ben mesela miniatürleri çalışıyorum. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi ham yangi loyiha uni hayratga solganini yashirmadi. Я восхищен грандиозностью этого проекта, грандиозностью его замысла и исполнения. Ayni mavzu Rossiya bir telekanalining Markaziy Osiyodagi bo'limi boshlig'i Robert Fransovning e'tiboridan chetda qolmadi. Rossiyalik jurnalistning majmuadagi unikal artefaktlarning ahamiyatiga bag'ishlangan video reportajida Al-Beruniy, Al-Xorazmiy, Imom Al-Buxoriy kabi allomalarimizning jahon tamadduniga qo'shgan ulkan hissasi, mamlakatimizda 3-renessansni qurish yo'lida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar xususida so'z boradi. Turkiyaning Tertavas, Indoneziyaning Garuda TV telekanallarida ham bu yangilik trendda. Xorijlik ijodkorlar jonli sharh ko'rinishida hamda majmua qurilishida ishtirok etgan mutaxassislarning fikrini keng jamoatchilikka taqdim etish orqali islom sivilizatsiyasi markazi imkoniyatlarini ochib berishga urinishdi. O'zbek xalqining 3000 yillik tarixi, yangi O'zbekiston imkoniyatlarining yorqin ifodasi sifatida talqin qilinayotgan ushbu mahobatli obyekt Fransiyaning Avicenna mukofotiga sazovor bo'ldi. Buyuk Britaniyaning BBC nashri esa uni 2026-yilda dunyo miqyosida ochilishi katta qiziqish bilan kutilgan 6 ta muzeydan biri
sifatida e'tirof etmoqda. BBC Travel tomonidan u dunyodagi eng ko'p kutilgan muzeylar qatoriga kiritilgan bo'lsa, Condé Nast Traveler sayti yangi kompleksni joriy yozda tashrif buyurish mumkin bo'lgan obyektlar ro'yxatiga qo'shgan. Bundan tashqari majmua xalqaro Prix Versailles mukofoti tomonidan 2026-yil uchun dunyoning eng go'zal muzeylari qatorida e'tirof etildi. O'zbekistonning global maydondagi imidji yanada yuksalishiga xizmat qiladigan bunday e'tiroflar yurtimizga tashrif buyuruvchi sayyohlar oqimi ortishiga zamin yaratishi shubhasiz.